insonlar, yaxshimisizlar? Xo'p, hurmatli ashaddiy obunachilar, ro'zalar bilan charchamayapsizlar. Hozir men bir joyga kelganman, to'g'risi. Pulim yo'q. Pulim bo'lganda shaxsan o'zim olardim. Bugacha ko'rlar sizlarga bir zo'r narsa ko'rsataman. Puli bor odamga вообще arzon narxga bitta chek ko'rgani keldik. 28 soti. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Soybo'y degan joyda, pastki mahallada. Soybo'y degandagi haqiqiy soyni bo'yi mana shu. Hozir men sizlarga hozir dakansa yurib ko'rsataman. Va obunachilar menga qaranglar. Bu yerda 3 yillik teraklar bor. O'sha 700 ta terak bor ekan. 700 ta. 3 yillik teraklar. Endi narxi keladigan bo'lsa 50 ming dedi. 28 sot 50 ming dedi. Aytib ukam dedim. Dadam bilan gaplashdim. O'zing haqli bo'lasan, yayin uydalar bilan gaplashaman dedi. Xullas oxirgi narxi bo'ladigan qilib aytdim, 45 mingga beraveramiz aka dedi. Mana shu terak bilan uzuni 88, eni 33 metr. Agar ichimizda pulim kamroq edi deydigan insonlar bo'lsa, yarmini ham bo'lib sotar ekan. Yarmini ham. Endi hozir hayfaydigancha nima 300 bo'lib beradi kerak. Ha? 300 da yarim pulni ham to'g'ri chiqarasiz-da. 700 ta terak deb hisoblab qo'yinglar. Teraklar ham mana soyni bo'yida joylashgan, dahshat. Endi ichimizda soy bo'yilar bo'lsa, bilamiz bu joyda deb yozib qoldik. Hozir sizlarga soyni ko'rsataman, mana qaranglar. Soyni ko'ryapsizmi obunachilar? Suvlar chiqqan mana soydan. Durbin tashlab turib bemalol mana shu soyni suvidan foydalanib bemalol terazonlarga bu narsa eksalaring bo'ladigan joy ekan. Sharoit vobshe zo'r. Mahallada gaz bor. Suvlar kelgan ekan. Faqat uy solib maza qilib yashash kerak. Ha? İçimizde yozyovonliklar, Soybo'ylar ko'rib turgan bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Kimga qiziq bo'ladi? Hozirgi kunda mana Soybo'y ham juda kengayib boryapti. Oldin Soybo'y deganda mana shu svetofordan ichkariga hech qancha kirmasa mahalla tuyardi. Hozir mana uje yoshlar katta bo'lyapti. Shunaqa odamlar ham bor. Bitta xonadonda masalan 2 ta 3 ta semya turganlar ham bor. Joy qidirib yurganlar bor. Mana Soybo'yda, pastki mahallada Sharbatdan kirgandan keyin joylashgan ekan. 700 ta teragi. O'sha hozir men zabordan ko'rsataman. Zabordan buyog'i mana shu terakgacha 88 metr ekan. Men bag'ini hisoblaganman. Keyin plus hozir biz mahallada ham masalan uyingizdan tashqari ham 5 metr 6 metr joy bor. Tashqarilarda ham teraklar ekib qo'yilgan. Bu tomonda ham qo'shni bor. Bu tomonda ham qo'shni bor. Mana bu yerdan kirish joyi. Uy solinmagan. Endi bunday ko'tarmash tomonga uy solsalaring, teplisa qilsalaring ham bo'ladigan joy ekan. Prosta endi oldini yopib qo'ygan. Endi olganlaringdan o'zlariga sharoit qo'yilsa, bemalol bu tomonni ko'tarib, boshqa qo'shlarni orqa tomonga uy solsalaring ham bo'laveradi. Bu tomonga uy solsalaring ham bo'laveradi. Lekin o'ta go'zal joy. Maqsad tashqarini ko'rsataman sizlarga. Mana tashqari ko'rinish obunachilar. Mana bu yerga hozir 3 qator terak ekilgan. Tashqari mahallaning ichida. Mana